Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 7. bab. Tündeki qısas xorlar. 1. Bugün Məxtumzada qasırının katta beğideki qat-qat silingan məxməl körpə üstüdə yanpaşlığınca kakkukның yıqımlıq sayraşlarına məstanı bulub, allaqandaq tatlı xiyallarga əsir bolğan Məxtumzada Xoca Abdulla İşanның kayfi tolma çağı idi. Bayla salamlarını götürüp, ziyaret bahanəsində kechirim so'rab kelgan Sultan İsmail Xanni qabul qilib, xelidan beri azar yegan ko'nglini tasalli topqizgan Eshon xuddi qinib nashchik olgandek xushkayib bo'lib qolgan edi. Shu topda uning ko'ngil qapisiga band bo'lgan xiyol qushlari bog'dagi oshu kakkokdek yiqimliq sayraydi. Ulug' Alloh egam, padari buzrukum, mülhit sülki işqiyachi ag'yorlarim oldida sharmisor bo'lishdan saqlab qolganligingga 100 ming qatli shukri. Ming bir jafolar bilan qopurgan saltanat tizginini qiyomatlik raqibim Xo'ja Hidoyatulloh tatquzib qo'yg'ili ziyoda takabburlik qilib Saidiya tasarrufida aran tasta qurib chiqqan Sülki Soqiya binasının ulini öz qo'lim bilan ko'lab, g'ulutib tashlag'ili qil qapti men. Xon sultonlarning yuzsizligini, imonining susliqini bilatdim g'u bo'lmasa, nima qilaman pir qadrini bilmaydigan İsmail Xonga uncha batnab. Uningga ziyoda ishonganim, umid bog'lig'inim, o'zimga ortiqcha tamanna qo'yg'inim xato bo'lgan. Aslida İsmail Xonni erkak taytang balini pabilagandek pabilishim, qag'ish balining royiga berib turib, jo'ruqqa kirgizgandek foydalanishim, ikki ilik uchirmas tilimni ishqi silib, to'xtamay maqtab turib nab elishim, farmon yorliqlarini qo'llagan qiyofatga kirib olib, maqsad mutoalarimni ro'yobga chiqarishim kerak edi-ku. Mana oxirgi hisobda foyda kimga bo'ldi? Ya'ni shu do'zaxga tuturuq bo'lg'ur Hidoyatullohga bo'ldi. To'shqandek muknib iniga kirib olgan ul do'zaxi munofiq buningdan to'liq foydalandi. Muknib olgan usidan chiqdi. Hatto İsmail Xonga ochiq oshkora maktub yo'llab, ko'nglini moyil qilib oldi. Saidiya tasarrufida puttasab turalg'udek o'ringa, imtiyozga qaytadan erishib oldi. Shundoq tosh tishlab, qum chalmig'i dassab, o'zimni cho'ng tutib turvag'inim bilan qanchalik ochiq hasrat yutqinimni, dard azob ilkida puchlanganimni, pushaymon yeginimni o'zim bilaman. Yanala oxiri Sili cennet makan pedru buzrukum medet kıldılar. Ulug' ruhinatları yülüdi. İlgirki bir neçe qitimliq ziyaretlerini, şahane tekliflerini red qilib etkenlikim üçün İsmail Xon navada bugunmi qasrimga qadam basmagan bo'lsa, aran dassab turgan qum chalmam ezilib ketadi-da, yüzümni dapta qilib, pir buzrukluk ataq obro'yimni paymal qilib, xon ordusiga o'zim ziyoratga borgan xonning atrofidagi ashu pas osiylarning oldida o'zimni texmi bak paslashtirgan, sharmisor bo'lgan bo'latdim. U chog'da vafosiz, diyonatsiz, imoni sus İsmail Xonla emas, atrofidagi ashu murtad amirlarimi meni texmi ko'zga ilmagan bo'ladi. 100 ming shukri, bu balolardan aman qoldim. Endi nima qilishimni bilib oldim. Xotirjam bo'lsinki, padaru buzrukum Sultan İsmail Xonni org'a ilib olib, meni saltanatdan chetlashtirib,
yürek bağrımni dağılğan, tügüməs azaplarga duçar qılğan aşu əmrlərini hər amallar bilan bir-birləb көздün yoqtup, Sultan İsmail Xanni soyğan piyozdek, yalğız dərəxtək qılıb qoyuman. Әні şu çağda Sultan İsmail Xanның meni səltənətə yaqın yolatmağını bir görəy. Qəsəm ki, bu niyetimdən hərgiz yanmayman. Hərgiz yanmasman. Ey pədəru buzurkum. Öz qolları bilan qurub chiqqan Sülüki İsaqiya binasının Saidiya tasarrufida texmo mustahkam qad ko'tarib turishi uchun madadkor bo'g'aylar. Keşke Upuq Məxtumzadə Xoca Abdullah İşanның adalet, qısasqa to'lgan xiyonatkorona ko'zlaridek qizirib ketgan edi. Dal-daraxtlarning oraşlarından şax yopurmaqlarni rangdar julaltib, bağ ichiga to'kilib atgan qizg'ush nurlar asta-asta suslashib, keyin biraqli yo'qoldi. Buningga ergishib Məxtumzadə qasrining bu katta beg'ini qarang'ulashgan quyuq dal-daraxtlarning soyasida xuddi Xo'ja Abdullah İşanның ko'nglidek bir mudhish qarang'uliq o'z qo'yniga olgan edi. "Chiroq yiqinglar!" deb vaqirdi İşan bayanqi xushliqida to'yg'inni bilmay yevatgan g'izani singdirolmay kar kekirib turib. So'pi xizmatkorlar birdamdila supining atrofidagi dal-daraxtlarga apchillik bilan o'rinlashtirgan chiroq paylarga sham yoqdi. Shu asnoda Məxtumzadaning ishonchlik yaqin xalifasi Rajab Darvish boqqa kirib keldida, so'pi xizmatkorlarga put-qo'lini tutqizib, kerilib yotgan İşanning qishiga kelib to'xtadi. Allaqanda xiyollarga g'arq bo'lgan İşan Rajab Darvishning kelganini tuymadimi? Ko'zni yerim yumg'unicha xiyollarini davomlashtirib atadi. Rajab Darvish kelganini bildirib, yutilib qo'ydi. Yutal ovozini anglab, İşanni asta ko'zini ochdida Rajab Darvishni ko'rib, aldirab so'radi. "Hijabul g'ayiblarning hammasi to'liq kep bo'ldimi?" Bu yerdagi hijabul g'ayib degani 13-asrdan boshlab İşanizm iqimida avj olgan yoshurun qasd qilg'uchi qotillar. G'ayib birdaklar, ya'ni noma'lum qasdchilar degan ma'noda Xo'ja İşanlar muridlari orasidan sudukka va o'zi cheksiz sadoqatman, kuchtungur, qo'lidan qattiqlik, bo'langchilik keladigan, jangbozlik mahorati bilan tarbiyalangan yoshlarni tanlab, katta murosim o'tkazib, ularga hijobul g'ayib degan nomni berib, eng ashaddiy raqiblarini, suduk targ'ibotchilariga ishonmagan kishilarni o'ldirishga, jazolashga soladi. Ashular orqali oddiy xalqni vahimaga soladi. Kashfu karomatlarga ishontiradi, deyilibdi. Ne'matlik pirimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Rajab Darvish texmi bak egilib. Hijabul g'ayiblarning hammasi Toshqirq saroyda farmonlarini kutib turadi. Ularni mashagili boshlab kaslar xalifam, dedi İşan o'rnidan turishga xushyoqmay. Rajab Darvish kayniga burilib ketgandan keyin putini tutayotgan yosh so'pi xizmatkorlarga go'laydi. Mijaqlab odamning qichiqini keltirmay, ching tutsila so'pim. Hayal o'tmay Rajab Darvish bastlik bir-biridan qovul, tambal kelgan 10 necha yigitni boshlab keldi. Hijobul g'ayib deb nom olgan bu yigitlar supidagi maxmal ko'rpa ustida yonboshlab yotgan İşanning qishiga kelibla chinordek bastirini urg'oqdek egib salom berdi. "Assalomu alaykum, ne'matlik pirimning oltin bo'ylari esanmikin?" "Va alaykum assalom", dedi İşan yonboshlagan semiz gavdasini ko'tarib o'tirib. "Harmag'ay sizlar, Sülüki İsaqiyaning g'ozilari." Odatda muridlarga to'limi takabbur, surlik, so'rin muomala qiladigan İşan bu yigitlarga olayda iltifot ko'rsatib, ahvol so'raydi. Boshqa murid so'pilarini do'shkilab, haqoratligini bilan bularga qopqini turibmi qaramaydi. Oila bola chaqalarining ahvolini so'rab turadi.
pixsiqliqiga yot holda boshqalardan ilibla ko'ngan xuyining aksicha. Bularga pat-patla hamyonlab oltin kumush inom qilib turadi. Tatliq yiqishliq so'zlari, siliq sipoyi muomalasi bilan ularning ko'nglini o'ziga rom qilishga, sadoqatini chingitishga urinadi. O'zini ishon pirining eng yaqin muritlari deb bilgan bu yigitlar xo'jasiga cheksiz sodiq edi. O'tqa desa o'tqa, suvga desa suvga kiradi. Xo'jasi buyurgan har qanday ishni bajondil to'liq o'rindaydi. Qani, supaga chiqib, yaqinroq o'tiringlar, dedi ishon hijobul g'ayiblarga yendin joy ko'rsatib. Ne'matlik pirimning himmatiga hashqallar. Yigitlar ishon xo'jasining o'ziga muhim bir vazifa topshirmoqchi bo'lganligini pamlab, ortiqcha takalluf qilmayla supaga chiqib, ishonni cho'rdab o'tirishdi. Xalifam o'zri munu so'pilarga boshlab bog'ni chorlasizlar. O'zri munu so'pilarni boshlab bog'ni chorlasizlar. Yotlardan hazar ayliginimiz yaxshi. Qichqarmoqcha qishimga hech kim kelmasin, dedi ishon Rajab Darvishga qarab. Xo'sh, dedi Rajab Darvish va so'pi xizmatkorlarni boshlab qorong'ulikqa singib ketdi. Supida hijobul g'ayiblar bilan xos qolgan ishon ovozini imkon bor past chiqarishga tirishib, shivirlashga boshladi. Hijobul g'ayiblar ishon xo'jasining farmonini to'liq anglab olish uchun boshlarini ishon tarafga surishdi. Gerçi ishon past ovozda kusurlab so'zlasimi, Mirza Babaqbek, Mirza Anvarbek, Malika Muhtaram xonim degan so'zlarni o'zim sezmagan holda qattiqroq talaffuz qilyotdi. Ikkinchi. Shu kunlarda raqiblarini qasdlab yo'qotish tadbirlari ustida to'xtamay bosh qotirayotgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla ishonning ko'nglimi toza xotirjam emas edi. O'g'ri gumonxo'r keladi degandek, kechalari alohida ehtiyot tadbirlarini ko'rib, ondan yostiqqa bosh qo'yadi. Kalima tamjid, oyatal kursini takror o'qib, urib yotganiga qaramay, qor bosqandek dahshatli tushlarni ko'radi. Tushlarida birda Hidoyatullo ishonni o'z qo'li bilan bo'g'izlasa, birda Hidoyatullo ishonning xanjiri ko'krigiga sonjilib, vahimalik qor targa cho'milganicha uyg'onib ketadi. Teg'i o'rik olib bo'lmayla boshlangan tomuzning demiq havosida terlab yotanmagan ostona aholisining ko'pinchisi o'yli oramlarga, bog'larga va o'g'izlarga joy rastlab uxlaydi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla ishonmi issiqdan qichib boqqa ko'chib chiqib olgan edi. Tulkidimmi quv kamak hayyorga dars beraligudak hiyligar Maxtumzoda Kangri beg'ining 3 joyiga o'zi uchun dogidan pashilik yasatqizib, hashamatlik to'shak rastlatgan bo'lib, bu o'rinlarda har kuni dugidak olmish uxlaydi. Bir o'rinda uda 2 kecha hargiz yetib qolmaydi. Bog'ning qaysi tarafidagi o'rinda yetishni o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. U ashaddiy raqibi Xo'ja Hidoyatullo ishonningmi o'zinikiga o'xshash hijobul g'ayib unvonliq xunxo'r qotillarining borligini, ularning o'zini o'ldirish uchun har qachon payt fursat kutib turayotganligini obdan biladi. Shunglashqa ehtiyot tadbirlarini to'liq puxta o'rlashtirayotdi. Bugun kecha havo tutuq bo'lib, osmonda biror talmo yulduz ko'rinmaydi. Maxtumzoda qasrining bu katta beg'i so'tsa barmoqni ilg'i qig'ilib bo'lmoqdak tun pardasi o'ralgan edi. Tang kecha bo'lganda agri bugri xalta ko'chalar bilan tam yaqilab temiz qilib kelgan bastlik 2 gavda bog'ning to'limi egiz ham mustahkam qo'ruq temi tuyiga kelib to'xtadi-da, bir oz dam ilvag'ash atrofda g'ayri shapining boy yo'qligiga quloq soldi. Atrof tep-tinish edi. Ular ovozsiz, ishoratsiz holda harakatga keldi. Avval biri tam tuvida zo'ngsaydi. Yana biri uning dolisiga chaqqanlik bilan dassab chiqdi-da, tomga mahkam yepishdi.
Zo'ngzayğını asta-asta o'rnidan turdi. Keyin butunlay o'ri bo'ldi. Shundaqdimi shuncha egiz ikki odamning bo'yi bog'ning egiz so'qilgan qo'riq temiga bo'ylashmadi. Ustidagisi yendin ikki dona qisqa, ammo to'limu mazmut so'qivagan xanjarni oldida tamga chaqqanlik bilan sanjib, xuddi biri usti tarafdan tortayotgandek qiynalmayla tamning ustiga chiqdi. Tamning ustiga yantoq, jigda, o'rik shoxlari, o'g'ritgan qatorliq narsalar kirpining tikinidek sanjib etilgan edi. Shundaqdimi bu mudofaa aslalari uningga faqatli kor qilmadi. U tam ustiga mazmut joylashib o'tirib olgandan keyin qo'yindagi boshmaltaqchilik tomliqdagi bir tal org'amchini ilib tövanga sangilatdi. Pastdagi hamroyi sangilab turgan org'amchining uchini qo'liga yo'gab, bir ikkini kuchab tortib baqqandan keyin shergining tam ustida turib, tanini mahkam tutib turalishiga ko'zi yetmadimi qandoq tanini tashlab qo'yib, yenidan sheriknikiga o'xshash ikki dona qisqa sapliq xanjirini chiqardi-da, shergining bayqidek harakatiga o'xshash chaqqonlik bilan xanjirini tamga tez-tez sanjib, xuddi mushukka o'xshash ko'zni yumib ochqucha tam ustiga chiqib bo'ldi-da, shergi bilan birlikda pastga asta seyrildi. Puti yerga tegishi hamonla tam tubidagi qo'ruq shoh shumbula sunib qaraslab ketdi. Ular pastga tushib bo'lib, bog'ni kuzatib, yana bir oz turib olishdi-da, hech qanday shapi anglanmagandan keyin xuddi shamoldek yengil, mushukdek chaqqan harakatlari bilan tez-tez qadam ilib bog' ichiga sho'ng'idi. Bir cho'gin choy qaynamichilik vaqtda bog'ning ichidagi Ishonning kechilik oramgohi bo'lgan supiga yaqinlashdi. Supidan 5-6 qadam yiroqlikdagi o'rikka pashkumota, parvonlarni jalb qilish hamda ozroq yo'riqlikdan foydalanish uchun esib qo'yilgan chiroq payda bir dona qora chiroq pil-pil yenib atrofni gunga yo'ritib turadi. Supa ustidagi pashiliq ichida bir odam yengil xo'rak tortib uxlayotadi. Heliqi ikki yo'chun odamning biri atrofiga ehtiyotchanlik bilan tezla qarayotgandan keyin pam bilan supaga yaqinlashdi-da, bir sakrabla supa ustiga chiqib, uxlayotgan odamga tashlandi. Uning o'ng qo'lidagi 2 g'irich o'rin uzunlikdagi xos qotillik quroli, yangisar xanjiri qora chiroqning gunga yo'riqida so'g'uq yaltiradi. Chaqmoq tezligida zarb bilan urilgan xanjar bahramon uxlab yotgan odamning beshini uzib tashladi. Boshdan ayrilgan tan vahimalik xortildi. Put-qo'llari bir ikkila tipirlab jim bo'ldi. "Tirik tutinglar bu murtatni!" Quloq tubida tuyuqsiz nag'ir chalgandek anglangan bu mudhish ovoz qotilni qattiq cho'chitib, so'g'uq terlatdi. Qotil bir necha daqiqa imkossiz turib qoldi. Shu daqiqada xuddi osmondan tushgandek supining ustiga soyi tashlab turgan qeri o'rikning ustidan bir-biridan bastik 4 odam sakrab tushdi-da, qotilni qimir qildirmay yerga besib oldi. Bu chaqda qotilning yana bir sherigi allaqachon g'oyib bo'lgan edi. "Bog'ni qattiq oqtiringlar, yana bir sherigi qochib ketmasin!" deb buyruq tushirdi Rajab Darvish. Shu hamon qaysi bir qorong'ulikdan xuddi g'oyibdan paydo bo'lgan 20-30 odam supining atrofiga yig'ildi-da, mash'allarga o't yoqib, bog' ichini kunduzdek yo'rtibdi va 4-5 dan bo'lib bog'ning ichini oqtirishga kirishdi. Uningcha Xo'ja Abdulla Eshonmu qo'llariga mash'al ko'tarib olgan 6 nafar qo'riqchining hamrohligida yetib keldi. Aslida heligar Eshon bekor qolgan 2 o'ringa birdan so'piy xizmatkorini yotqizib qo'ygan bo'lib, qotillarga xuddi o'zi uxlayotgandek tuyg'u bergan edi. Shunlashqa hozir sho'r peshona so'piy xizmatkor xo'janing o'rnida qurbonlik bo'lib ajal yutgan edi. "Ayta, o murtad, meni qasdlashga seni kim avatdi?" "Ayta, ey murtad, meni qasdlashga seni kim avatdi?" so'rdi Eshon g'azabdan g'al-g'al titrab turib, o'lim vahimasi texicha tarqamagan Eshonning chiroyi to'limi xunuk ko'rinadi.
Aldanıp qalğanlığını bilgan qotil Eshonga qarab nafrat bilan birini chekchaydi-da, lamjim demidi. Gap qil, murtad. Pirim sendan gap so'rayotidi, dedi bastlik qo'riqchidan biri qotilning yuziga bozg'andek mushtumi bilan birini silib. Shu hamon qotilning mangzi yerilib, burundan o'qdek qon ketdi. Ammo qotil g'ing qilib ovoz chiqaribmi qo'ymadi. Zuvaniga kag'uchi dumbalanglar bu murtadni, dedi Rajab Darvish oppoq soqollarini titirtib turib. Birdamdala qotilning bosh ko'ziga musht yomg'iri taraslab tushishga boshladi. Bo'ldi qilinglar. O'lib qolmasin yana, dedi Eshon so'pila urushdan to'xtadi. Bo'ldi qilinglar, o'lib qolmasin yana, dedi Eshon so'pila urushdan to'xtadi. Yüz ko'zlari ko'kirib, ishib ketgan qotil yanala zuvansiz edi. Gap qila, seni kimning avatganligini deb bersanglar, tayoqdan qutulib qolasan, dedi Eshon. Mendan gap olaman deb avor bo'lmasizlar, dedi qotil birdilla zuvanga kelib. Men bunchalik azobga chidamasam, pichoq ko'tarib bog'lariga tushmagan bo'latdim. Haqiqatan tulkidimmi qu odam ekanlar. Maxtumzoda, aldanganimga iqrorman. Endi meni nima qilsa ixtiyorlari. O'libla qutulishim, o'libla qutulishib ketaman deb ham xiyol aylama, dedi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon tishlarini o'chiritib. Sening zuvaningni ochalaydigan choram bor. Eshon so'pi cho'moqchilari qarab vaqirdi. Kelinglar, bu murtadni oqt qilib tashlanglar. Qotil dingida cho'chidi-da, yana darhol avvalgi xotirjam qiyofatiga qaytib, ko'zini yumib oldi. So'pila chambarchas bog'langan qotilni supiga yotqizib, ishtinni butunlay soldirib etdi. Bir putiga ikkidan odam mahkam esilg'ilicha chetini kerdi. Onunca nadindir bir tal ustirini ko'tarib kelgan Rajab Darvish beshini gildinglatganicha qotilning uruqdinni so'l qo'li bilan tuvidan qamallab tutdi-da, zarb bilan tatdi. Xuvayni o'rikdak cho'ngliqdagi ikki tal uruqdan Rajab Darvishning bosh maltiqi bilan begiz qo'lining orlig'ida qisilib, sirtqa poltiyib chiqdi. Qotil og'riq azobiga chidamay ingrivatdi. Eyta murtad, seni kim Eshon pirimni qasdlashga avatdi? Qotildan yana sado chiqmadi. Rajab Darvish qo'lidagi usturning tig'ini uruqdanga asta surkidi. Uruqdanning teri xaltisi yerilib, bir tal uruqdan xuddi ajirgan shaptulning ushkisidek sirtqa chiqdi. Rajab Darvishning so'l qo'li qip-qizil qonga bo'yalgan edi. Rajab Darvish endi teri xaltisidan ajrab chiqqan bir tal uruqdanni mahkam chimdab tutib, uruqdan beg'ishiga usturini tanglab turib so'radi. "Damsan, demamsan?" Qotildan yana sado chiqmadi. Uning tishlari qalpiqiga petib ketgan edi. "Mana amsa!" Rajab Darvish usturini bir shiltibla uruqdanni kesib oldi. Og'riq azobiga chidamagan qotil dahshatlik birini vaqirdi-da, barliq kuchi bilan tipirlab yo'lqindi. Ammo put qo'llarini olti odam besib turganligi uchun tipirlashlari bekor ketdi. Rajab Darvish qonga bo'yalgan uruqdan xaltisini serib, yana bir uruqdanni bosh maltiqi bilan begiz barmiqi orliqiga qisib oldi-da, yana xirqirab turib so'radi. "Damsan, demamsan?" Qotilning zuvoni o'shgan edi. Rajab Darvish avvalgi usul bilan yana bir uruqdanni kesib oldi. Bu qitim qotil tipirlabmi qo'ymadi. "O'ldimi nima bu murtad?" dedi so'pi. Qo'riqchilardan biri qotilning yuziga mash'alni yaqin akilib. Qotil allaqachon hushidan ketgan edi. "Yuziga suv chechinglar", dedi Rajab Darvish barmoqlaridagi qon yo'qini balvog'iga surtib turib. So'pi xizmatkor bir nogay suvni qotilning yuziga chashdi. Qotil asta-asta hushiga kelib, ko'zini ochdi-da, barliq vujudi bilan tukirdi. Shu hamon uning og'riqidan qip-qizil qon purkilib chiqdi.
Qon bilan billa bir tal qoqdak go'shi jovg'ida sangilab qoldi. Qotil echinishliq birini ingildida yana o'shidan ketdi. Tilini tishlab uzvapti bu murtad, dedi mash'alni qotilning yuziga yaqin tutgan so'pi xizmatkor qattiq cho'chib. Bo'g'izlab tashlanglar! Bo'g'izlab tashlanglar! dedi qotilni zuvonga keltirish umidi yo'q chiqqan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon terikkan holda. Attang, bu do'zaxining jini ajab chinkana. Xo'jasining kimligini bilanmidiq-da, dedi Rajab Darvish. Kim bo'ladi? Ashu mulhid, na musulmon Hidoyatulloh degan to'ng'iz bo'lmamdi, dedi Eshon bo'g'ilgan holda. Meni jannat makon padari buzurgum Valiyulloh hazratlari bu qasdin saqlab qoldi. Hab Hidoyatulloh qasd qilishning qandoq bo'lganligini sanami ko'rsatmaydigan bo'lsam.